bolami, qora bolami? Bilarmidinglar, SPF ishlaydimi, ishlamaydim, tekshirsa bo'ladi. Agar kamerada SPF qora bo'lsa, значит ishlayapti. Men yaxshi ko'rgan matoviy finishli SPF. Au. Yana bitta udobniy tarafi, buni makiyaj Bu o'zi o'g'il bolami yoki qiz bolami? Bu ekranda ko'rib turgan blogerni shaxsan yaqindan hech qanaqasiga tanimayman, hech qanaqa adovatim yo'q. Bu haqida kritikovat qilish niyatim ham yo'q edi. Ko'pchilik buni o'g'il bola degan uchun bu videoni olishga majbur bo'ldim. O'g'il bola aslida, lekin qiz bola ko'rinishidagi yengil tabiat bolalar juda ham ko'payib ketmoqda. Buning sabablaridan biri oiladagi atrof muhit va e'tiborsizlik. Shu videoda ko'rib turgan blogerni testosteronni ko'tarish uchun va erkak qilish uchun qancha vaqt ketadi? Va erkak qilsa bo'ladimi o'zi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar o'zi? To'g'ri, hozir aytishinglar mumkin, hamma o'zini shaxsiy fikri bor, hamma o'zi xohlagan hayotda yashash mumkin, deyishlaringiz mumkin, lekin o'zbek jamiyatiga bunday yoshlar, ya'ni yengil tabiat yoshlar umuman to'g'ri kelmaydi. Yevropada agar yashasangiz, misol uchun Yevropa yoki Amsterdam, Germaniya, bunday yengil tabiat bolalarda inson, ya'ni jamiyat bularni to'g'ri qabul qiladi. Lekin bizda o'zbek mentalitetimizga bunday yengil tabiat bolalar umuman to'g'ri kelmaydi. Men shifokor, urolog, androlog Sarvar Abdullaxonov mana shu videoda ko'rib turgan blogerni erkak qilish uchun maksimal darajada yordam berishga harakat qilaman. Agar shu blogerda o'zida xohish, istak bo'lsa, erkak bo'lishni istasa, ko'rgimga kelsin. Bu bloger uchun mutlaqo ko'rik va yordam tekin. Maksimal darajada shu videoni blogerni o'ziga jo'natib qo'yinglar va kommentariyada yozib ketinglar. O'zi haqiqatan erkak qilsa bo'ladimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar?